Assalamu alaikum, hurmatly mekendeshler, hurmatly katılımcılar, kandaysızlar. 2026 yıl Noqattan sizlerge Aral mal bazarına tartıp көрgөзөлү dedik. Çoң buqa, жайлоо айдай турган жаш букалар, ошончо өспүрүмдөр, реалдуу букаларын бозунча тартып көргөзөбүз силерге. Назарыңыздар буруп көрүп туруңуздар. 110 berkisi, narga 130 kem var. Bazar kança verdi? Bundan 120, bunun kaçı? Bergen yok değil. Bundan 120 verdidir. Sizler kança oldu tuğan? Kança oldu? 90 bin sam. Sıra atatıydı. Olmaz kançadan bukaların. $100.000 somdan kem var ekan. Mına bazardın ayağında bulup жатқан реалдуу балардан көрүңүздарчы. Канча экен ал жерге бул? 90.000 сом kem var ekan bunun. Alınıptır. Aldınız mı? Siz kança oldu o? 85.000 som deydi. Ава, boyu biri 10'un tegeregindeki buqa torpoq tuğanlar. Jaylauga ayday turgan buqa torpoqlar kançadan eken bular? Mına biri 1 metr, biri 5 santimetr tegeregindeki buqalar. 70.000 somdan kem var. Pazar kançadan berdi? 65 verdi, 63 verdi. Nasına 63, buna çoğuna 65.000 som beriptir, berilibdir. Kança? 111.500 som. Buna biri 15 tegereginde buqa torpoq, 1 yaşın tegereginde boyu. Aka kançadan oldu buqalar? 110.000 somdan kem var eken. Bazar kançadan berdi? 102.000 somdan satılıp aptır. 1.10 plus boyu bojomol menen tuğanдар. Özüңүздөр чыгарып аласыздар калганын. Kaysal? Sen aldın mı? Sen aldın mı? 83.000 som boluptu tuğanдар. 1.10. Nasıl 83 deydi ha? Can başını körgözölçü. Jambaş kvadrat. Toktaydır. Buna tuğanдар. Kızıkkanlarga nomer aytağızı? Kızıkkanlarga aytağız. Ayt nomer. 0226 01 94 94 82.000 somga aldın ha? 83. Ha 83.000 somga. 1000 som paydasını berip aldım. Ha 1000 som payda berip aldın. Berekesin bersin, öte son. Tuğanдар baylanış kör ola öresir jakkan bolsun. Ya kança eken muna buqalar aka? 90.000 somdan kem var deydi. Bul dağın uşul azırkı buqan tegeregindegi buqa torpoqtar. Satıldı mı bu? Kança oldu? 83.500 som boluptur. Mına tuğanдар 80 menen 90 tegeregindegi buqa torpoqtar çakan bolup atır. 83.000 som deydi mundagın. Sizlerge bazardın ayağında boluşunça bolup жатқан реалдуу балдар тартып чыгарайлы дедик туғандар. Эрте менен бука көп болуп, сауны кеңири болуп, сауны үйдү чыгарылдык. Биринчи чыгарыштык. Канчадан экен булар ака? 70.000 сомдон. Канчадан берди базар? 65'ten berilip edi. 65'ten beriliptir, 70.000 somdan kemi var eken. Son. Jaş torpoqtar kançadan eken? Kançadan? 50'den, 60'dan. 50.000, 60.000 som.
Buqa qancha bo'ldi, cho'ng buqa? 177 ming so'm bo'ldi turishib chiqib ketgan buqa tuğanlar. 170 ming so'm. Bu kishilari 50 mingdan kam bormi? Buna cho'ng'ichi 60 ming so'm. Tuğanlar urg'ochi turpoqdir. Urg'ochilar. Qanchaga buni olib buqa aka? 96 ming so'mga berilyapti. O'zingiz qancha so'rayapsiz? 105 ming so'm keyin bor ekan. Yaxshi. Ot sindu torpaq qancha ekan aka? Satılışı 70 ming so'm. O'zingiz qancha so'radingiz? 75 ming so'm keyin bor. Bunda urg'och torpaq qancha bo'ldi aka? 55 ming 500 so'm bo'ldi. Tuğanlar bozorda bo'lib turgan. Olsuncha reyaldı, bolarcha reyli alınganlardı, satılganlar. Qanchadan bo'ldi aka bular? 52,5 mingdan. Qancha baş? 4 tuyoq deydi. 52 ming 500 so'mdan bo'ldi. Bu haberingizlarchi? Urg'och qunajin turpoqdir. Qancha bo'ldi sizga o? Qanchadan oldi? 110, 55 ming so'mdan bo'ldi. 55 dan olib ketdi. Bereketi var. Tuğanlar, bu yerda 8 bosh buqaga 1 milyon 375 ming so'mga 8 buqa berilmay jatibdir. Mana ko'ringizlar, bu ekovi. Ondan keyin mana uchinchisi. Mana uchinchisi. Ondan kelib mana 4-5. Mana 6-chisi. 07. Buna qizilga chayn ekan ha? Qizil buqaga chayn ekan. Ola 87 ga sotib, 187 ming yo'la sotdi. 187 ming so'mga olani sotdingizlar. Ha, sotdim. Berekesi bersin. Bundancha? Buni bilmadim. Altsterda emas ha? Mana buqalar ko'ringizlar. O'ta suluv yerlerinden. Mana cho'ng buqani bilmadingizlar, qancha bo'lgan? Jivoyves jana 700 qancha ham kilogram chiqyapti deyaptilar. Jivoyesga tartatgan bo'lsa shu barini Tuğanlar 700 qancha ham kilogram chiqqan ekan. Jana aytishyaptilar. O'ta cho'ng bozorda eng cho'ng gigant buqa. Ondan kelamiz, buna 8 bosh buqa kelamiz. Taroziga qanchadan qo'yaverasiz qiziqqanlarga aka? Jivoyves. degan odam bo'lsa 385 dan. 385 so'mdan. Sırası koyup verin. Biraz yo'lning qilavuzmi? Yo'q. Bo'lishi. Bo'lish 385. Optimga. Optimga. Nomer aytingchi qiziqqanlarga. 550 mingdan. 0550 11 11 77 72. 77 72 tuğanlar. Agar uni 3 Qiziqqanlar bo'lsa, foydalanishib olasizlar. Bo'ldi, kelishib сөйлешесizlar qilgan. Tuğanlar. Ushul buqa 128 ming so'm bo'libdir. Yüz 28 ming so'm bo'ldi. Ranan kelib tuğanlar buni ol. Ha. Ellik 52 ming dedi, 352 ming dedi, 150 qancha ming ham shuni aytibdilar janacha. Bir 102 mingga oldingizlarmi? Oh. Suluv tepdi bir aylanib turib 102 ming so'mlik o'qan. Qancha oldu bu aka? Qanchaga beriladi? 140 ming so'mga beriladi. Sotilyapti deydi, bozor bo'lyapti deydi. Qancha oldu aka buqa? Esi eshikda deydi, esi yo'q deydi. Esi yo'q deydi, sotilyapti bundan. Ya o'spirim torpaqlar qanchadan bo'ldi aka? 98. 49 ming so'mdan bo'lib tur. Erkek torpaqlar ekan tuğanlar. Tuğanlar sizlarga bo'lishcha realda olar ko'rsatib beraylik. Qancha bo'ldi ushul aka? Assalomu alaykum. Qanchaga beriladi? 10 dan so'rashdi.
110 ming so'mdan sotılib aptır. Ha, jol so'radimi? So'ngga jol so'rab turib sotılib aptır. Ova qunozing qancha bo'ldi? Buna bettegina deyinchi. 65 ming so'mga olibdir. Ya buqa qancha bo'ldi sizlarga? Bilmayman deydi. Tuğan? Qancha? 119 ming so'm bo'ldi. Bu canağı 110'un şerigi, 110'dan jol so'radi deydi, satılıp deydi. Tuğandar. Şuna pazarın ayağında olup жатқан soğudan sizlere tartып көрөзем. Tutman qayсын? Qancha oltat? 70. Ha, 66 ming deydi. Hazır aparayım. Buna 2 500 so'm erkek to'rtbuq. Ertaga qayram kel 500 so'm o'tiraymi? 67 ga so'mdan Altmış altı ming. Buni o'zi qancha buni cho'ngi? 80 ming kemi bor ekan. Bu cho'ngi 1.10 tegeragindagi buqa turpoq, buna kichkinasi 1 metrdan tegeragindagi buqa turpoq. 60 ming 66 ming so'm savdo oltat bermey turadi. Berekesin bersin. Tuğanlar cho'ng buqalar o'ta ko'p. Biroq eğileri yo'q. Oshon ozroq bo'lsa da ko'rib qo'yinglar. Qancha bo'ldi bu aka? Qanchaga bordi? Qancha so'rayapsiz? 168 ga bermadi. 168 ming so'm berilibdi. 168 ming so'mga berilibdi. Mayli, berekesin bersin, o'ta son. Qancha bo'ldi aka ushul buqa? Qanchadan bo'ldi? 467 bo'ldi. 467 ming so'm. Qanchadan tiyib qoladi o'shanda? Bo'ldi, esep 467 ming so'm bo'ldi. Tuğanlar böyle olasar. 3 cho'ng buqa, semiz buqalar bo'ldi.